Короче, bu qiz ismi Odina. Lobbydan keyin shunaqa deb yozdi. O'sha payt menda ham server Koreya, Yaponiya edi. Nega bunaqa deganini videoning davomida ko'rasizlar. Короче, bu qiz menga druziya tashlab lobbyga chaqirdi o'zidan o'zi. To'g'risini aytsam, men ko'p lobby o'yini o'rmayman. Ayniqsa qizlar bilan juda ham kam lobby o'ynaganman. O'shaning uchun juda ham hayajonlandim bu qiz bilan o'ynashga. Lekin shot juda ham yaxshi ketyotdi. Bilmadim nimagadir bu qiz M24 da o'ynamayman, o'ynamadim. 416 da o'ynab ko'raylik dedi. Men ham xo'p dedim va o'zimni portlatdim. Keyin уже 416 da o'ynashni boshladik. Menga o'yindan chiqqandan keyin ping bo'lyapti deb yozdi. Lekin men videoni qaytadan ko'rganimda bu yerda umuman shak eshitmayapti. Chunki otayotganda hech qanaqa reaksiya bo'lmayapti. Albatta men hozir kesib tashlaganman, lekin men shak berib arijada hatto bitta o'q otib keyin o'ynaganman-da. Aylanib kelib otyapman, u yoqdan kelyapman, bu yoqdan kelyapman, bilmadim nimagadir o'ynay olmayapti. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda pingni aybi yo'q deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar va podpiska tashlashni unutmanglar. Videoni bo'lsa oxirigacha ko'rib, o'yinimga baho berasizlar degan umiddaman. Menda bu qizga umuman hech qanaqa husumatim yo'q. Mendir isbotlash niyatim yo'q sizlarga. Prosta o'yin boshlanishidan oldin qanaqadir menda jajdasi borday tuyuldi. O'shaning uchun men buni ataylabdan ekran zapis qilib, Telegramga ham yaxshi kontent bo'ldi. O'shaning uchun olib chiqdim.